E'tibor bergan bo'lsalaring, yuziga umuman urilib turgan yo'q edi. Men yutqazdim tan olaman. Faqat yonboshida mana bunaqa joyida urilib turgandi. No bok, blядь, qayerdandir kelib chiqib qo'shilaveradi bu sutxo'r suka, blядь. O'zi shuncha odam ko'tiga tiqqan, мненияsi ham ko'tiga yegan buni, blядь, eshshaydi. To'xtatish kerak emasdi. Agar to'xtatish kerak bo'lganda golni o'zi aytgan bo'lardi. 10 soniyadan ortiq passiv himoya bo'lgani uchun sudya borib to'xtatdi. Pravilani bilmasang, o'yindan keyin, ko'tiga yegandan keyin hamma joy chiqib olib, kar qilishga nima bor senga ham, blядь. Borib suxurligingni qilmaysanmi, blядь. Просто u zashta qilyapti, sudya kelib, pobedani berib yuboryapti. Mana haromini мненияsiga nima bor ekan? U it o'zing kimsan, valati bir haromsan sen. Turmushing, yashab turgan umring harom bo'lsa seni, biladi. Qimorvoz yebani, biladi, konchini, eshak. Ko'tingni qisib o'tirsang-chi, biladi, burchida. Blogerlik qilmasdan biladi, tayyorgarlik ko'rish kerak edi. Chiqib olib O'zbekiston bayrog'ini ko'taramiz, ko'tarmasak biz o'lganmiz deb aqllilik qilmasdan jalab bosish kerak edi, trenirovkani jalab. Ko'chada chiqib olib, jiyan deb jiyan itarib ketdi, biladi. Ko'tiga tiqib hamma joyda, biladi. Pravilani tushunmaysanmi? Ko'tingni qisisalaring-ni. Passiv himoya bo'lgani sababidan biladi, to'xtatiladi o'yin. Dabbalar, biladi.